Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Juda mashhur ikkita klublardan biri yanvarda Abduqodir Husanovni so'ragani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov joriy mavsumning birinchi yarmida jarohatlar tufayli Manchester Cityning asosiy tarkibidagi joyini yo'qotgan va o'yin amaliyotisiz qolib ketgan holatlar kuzatildi. Biroq Josep Gvardiola jamoasida Ruben Dias, John Stones va Joshko Gvardiol singari yetakchi markaziy himoyachilar jarohat olgach, 21 yoshli o'zbek legioneri eng qiyin pallada himoya markazidagi barcha og'irliklarni o'z zimmasiga oldi va oxirgi uchrashuvlarda jamoaning eng asosiy figuralaridan biriga aylandi. Buni Husanov Manchester City muxlislari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomada jamoaning yanvar oyidagi eng yaxshi futbolchisi deb topilgani haqida ham fakt ham isbotlab turibdi. Shunday bo'lsa-da, yanvar oyidagi qishki transferlar davrida Abduqodir Husanovni olish maqsadida Angliya Premyer Ligasining va Ispaniya Ligasining ikki klubi Manchester City eshigini qoqqani ma'lum bo'ldi. Bu haqida Fot365sport.fr, Fot Marcella, Deliti Mertaco, Top Miraco va WBA Sport kabi nufuzli manbalar bilan hamkorlik qiluvchi taniqli jurnalist Kamil Fishbach ma'lumot berdi. Fishbachning yana bir manbasi Sport Boom xabariga tayanib ma'lum qilishicha, David Moyes boshqaruvida Everton Abduqodir Husanovni to'liq transfer qilish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Avvalroq Manchester City shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar amal qiladigan angliyalik yarim himoyachi Jack Grealishni 2025-yil yoziga qadar ijaraga olishni uddalagan Merseyside klub endilikda Abduqodir Husanovni jamoaning yetakchi himoyachisi Gerard Bertanoga o'rinbosar sifatida olib kelmoqchi. Everton yanvar oyida o'z maqsadiga yeta olmagan bo'lsa-da, Abduqodir Husanovni o'sishga bo'lgan harakatlarini yozgi transferlar davrida davom ettirishni mo'ljallab turibdi. Ispaniya ligasining yana bir klubi Real Madridning rejalari va strategiyasi biroz boshqacha tuyuldi. Real Madrid bu qishda ganalik to'purar Antoine Semenoni bonuslar bilan qo'shib hisoblaganda jami 75 million yevro evaziga sotib olmoqchi edi, ammo hozir Real Madridning Manchester City bilan aloqalari yaxshi va endi esa Real Madrid shaharliklar bilan hamkorlikdan unumli foydalangan holda Abduqodir Husanovni ijaraga olish haqida manchesterliklarga murojaat qilgan. Andoni Iraola boshqaruvidagi jamoa hali ham Husanov nomzodidan voz kechgani yo'q. Bu masala yozda yana ko'tarilishi kutilmoqda. Nufuzli manbalarda qayd etilishicha, Manchester City rahbariyati har ikki taklifni ko'rib chiqqan va ularga jamoa ayni paytda o'zbek futbolchi bilan xayrlashish niyatida emasligini bildirgan. Qolaversa, Angliya futboli tahlilchilari jamoa bosh murabbiyi Josep Gvardiola ham murakkab pallada jamoa joniga oro kirgan Abduqodir Husanovning ketishiga ruxsat bermasligini ta'kidlashmoqda. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Abduqodir Husanov Manchester Cityda qolgani yaxshiroqmi yoki Real Madrid, Everton kabi jamoalarga o'tgani yaxshiroqmi? Qadrli do'stlar, albatta bu haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman va qadrli do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimiz Abduqodir Husanovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Abduqodir Husanov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, bugun yana bizda bir nechta videolar bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bugun Manchester City va Liverpool o'yini bor. Kommentariyada yozilgan Telegram kanalimizga hozir o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, kechki soat 21:30 da hamyurtimiz Abduqodir Husanovning o'yinini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin.